Ko'raylikchi. Yo, qaninglar endi. Mana вообще ко'ta gigant kirka bu. Ё-моё. Ё-моё, onasini yemsin. Ё-моё. Qani chiqib ketaman bu yerdan. Ishla. Ё-моё, obunachilar tasavvurlasizlarmi? Lavadan chiqdim. Ko'rganing ko'r, ko'rmaganlar idiot. Lloyd bakla, sizlar bilan Morgan bugun Minecraft'da har doimdek o'ynab yurishimiz. Bugun Minecraft do'stlar har doimdek o'ynab yurishimizni tahmin bilishingiz mumkin. Chunki bugun Minecraft do'stlar har doimdek o'ynashimiz va obunachilar bu videoda biz o'ynab yurishlar bilan o'ynaymiz. Bu videoda biz har xil оружиялар yasaymiz. Bu оружиялар bizga Minecraft'ni o'tishga вообще yordam beradi. Короче, biz videoni boshladik, qani biz ketdik. Tun 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 savur deganlaridek birinchi vijmanani daraxt chopishdan boshlaymiz. Keyin esa bu daraxtlardan tezgina taxtalar yasaymiz. Palka bilan verstak yasab, endi kirka yasaymiz. Va to'g'ri shaxtaga go. Endi bizga fakil uchun juda ham ko'p o'g'illar kerak. O'g'il degani bu ko'mir, eslab qo'linglar. Biz endi oddiy toshlarni yondirib, mana bunday bloklar olamiz va bu bloklar yordamida boshqacha verstak yasaymiz. Qarab turinglar, men hozir bu tepalikdan pastga suv yuziga tushaman. Zombi gözü borikan senga qilich yasash uchun ikkita temir topdik va bu qilich bizga verstak yasashimizga yordam beradi. Endi bu temirlarni yondirib va nihoyat verstakni yasaymiz. Bizlarga mana bunday kitob berdi. Bu aslida kitob emas, verstakning o'zi. Buni ichiga kirsak, oddiy verstak. Endi bizlarga avansiy blok, bazalatoy blok va boshqa bloklar kerak bo'ladi. Menimcha men birinchi blok qayerligini topdim shekilli. Bu blok yordamida biz boshqacha оружияsin. Bu оружие o'zidan mana bunday kristallar otadi. Lekin menda bug bo'lishi shekilli оружияning ko'rinishi menga xuddi qalmoqdek ko'rinyapti. Shunday biror bilan o'ynasak, balki o'z o'ziga qaytib qolar. Mana bu jilatim bizga kerak bo'lgan. Qani tepini qarangchi. O'rtoq temir tasavvur bor ekan. Mana bu aynan bizga kerakli blok. Tezgina mana bu joydan dabrat qilib olamiz va bulardan blok yasaymiz. Qoida bo'yicha mana bu versiyaga bu blokni qo'ysak, bizga yangicha оружие berish kerak. Mana bu yerda, lekin bu baribir o'sha ahvolda. Bu оружие bilan biz teleportatsiya qilishimiz mumkin. Menimcha paylarda ayrim muammolar bor va men buni to'g'rilab oldim. Endi qaranglarchi, qanday chiroyli tekstura. Bu bilan otish mazza mana qanday. Chotki uron beradi boshqa moblarga. Bu bilan esa teleportatsiya qilishimiz mumkin. Endi buni birinchi creeperda sinab ko'ramiz. Mana birinchi o'q, ikkinchi o'q. Wow, o'ldi. Mana bu skeletdan o'ldiramiz. Mana senga, mana bironta o'q bizga tegmadi. Aytgancha bizga 9 ta oltin kerak bo'ladi. Lekin men buni qanday deb qilaman bilmamda, selesni kirka yo'q-ku. Shuning uchun buni yopib qo'yamiz va keyin kelganimizda olib ketamiz o'zimiz bilan. Bilmasdan o'zimni ustimdan ham yopib qo'yibman. Endi bu nima bilan chiqib ketishga harakat qilaman. Qani bitta harakat qilib qo'yaylikchi. Yo, вообще tushib ketdim-ku. Tushib ketganda aniq ulardi. Hozir esa tepada tun ekan. Mana tundan hurdi bo'ldik. Mana buni o'qni qaraychi, qancha yetar ekan. Wow, вообще uzoqqa borar ekan lekin, ha. Wow, вообще uzoqqa. Ana endi boshqa bloklarni topishga harakat qilamiz. Yo-mayo. Короче, men spawndan kelib narsalarni hayot topib oldim. Yer blokini mana bunday davat qilib olamiz va tezgina peshobni pechga qo'yamiz. Bu yordamida mana bunday butilka start qildim va buni yerga qo'ysak, boshqacha loy paydo bo'ladi. Endi bu loyni versiyaga qo'ysak, nima bo'ladi? Qani, nimaga ishlamadi? Internetdan qarab ko'rish kerak. Bizga u loyni yasash uchun semina pishirishimiz kerak bo'lar ekan. Biza birinchi bo'lib endi derevni topishimiz kerak. Bizlarning egiligimiz tugabdi. Endi mana bu sigirlarni uramiz. Bu оружие yordamida. Wow, tez uldi. Yo-mayo, bu yerda sigircha bor ekan u. Yo-mayo. Mayli, endi men mana bu inson yordamida o'sha yo'loyni yasab quraman. Qani, mana o'sha loy. Ayni bu yerga qo'ysak, bizga buni yapishni pistolet qo'yadi. Nu, qaraychi, qanaqa ekan bu? Yo, вообще normal o'tirgan. Sigir qani? Wow, uronni yaxshi ekan. Endi bizga shaxtadan juda ham ko'p oltin olishimiz kerak. Yo, creeper, yo-mayo, pol serdechka. Ulama shekli.
Mana do'stlar, men oltinlarni topib oldim. Ana endi bularni peshaga qo'yib tutishimiz kerak bo'ladi. Menimcha oltin bilan yasaydigan оружие bu videodagi eng особенный оружие bo'ladi. Chunki bu bilan yasaydigan оружие Mr. Beast'ni o'rtada tasavvur qilyapsizlarmi? Mana oxirgi oltin tayyor bo'ldi. Ana endi buni versiyaga qo'yib oltin blok yasaymiz. Buni esa boyagi versiyaga qo'yamiz va bizga оружиeni berish kerak. Mana o'sha оружие, yo, Mr. Beast'ning boshi ekan. Xo'sh, o'tib ko'raylikchi. Yo, qaranglar, endi вообще mazza qilamiz. Bu yerda har xil droplar beradi. Xuddi Mr. Beast juda ko'p pul berganlaridek. Bolalar, videoni shu yergacha mikrofon yaxshi ishlamayotgan edi. Shuning uchun zvuklarni salgina pastroq qilinglar. Bo'lmasam quloqni teshadi o'zi. Mana, mana. Mana yana. Ну, короче, biz hozir almasni blok topishimiz kerak. U bilan yangi оружиeni yasaymiz. Qani bu yerda bormi ekan? Mana bu yerda bizga. Mana bu оружиeni yasaymiz. Mana kirga sizlarga. Kattakon kirga juda ham ko'p joyni qazishingiz mumkin bu bilan. Mana вообще katta gigant kirga bu. Yo. Qani bitta qazib ko'ramiz hozir. Buni olamiz, bersak juda ham kerak bo'ladi bizga hozir. Ну, mana kirga inventardan juda katta. Xo'sh. Yo. Yo-mayo, вообще juda bir changda pashti qazisanglar bular kim bu bilan? Yo, nimalar bo'lyapti? Bu kirkani chetga olib qo'yamiz. Xo'sh, ana endi bizga portal qurishimiz kerak. Mana bunday quramiz. Mana blokdan qo'yish kerak. Yo-mayo, mana ana endi bizga kremen kerak bo'ladi. Xo'sh, Mr. Beast'ning bushkasini o'tamiz a. Balki bizlarga kremen berar. Ну, enter jemchuk beryapti, kremen esa yo'q. Yo-mayo, yana o'ldim-ku. Xo'sh, bu yerda bizlarga kremen berdi. Xo'sh, ana endi slashgal kasab portalni yoqamiz. Mana. Xo'sh, 1 2 3. Ana endi kiramiz. Xo'sh. Yo-mayo, вообще ajonlanyapman. Mana. Yo-mayo. Вообще chiroyli bo'lib ber. Xo'sh, ana endi bizda nima deydi? O'sha zdaniya topishimiz kerak. Xo'sh, yana biroz yuguraylikchi. Yo-mayo. Yo-mayo, u nasini yemsin. Yo-mayo. Qanday chiqib ketaman bu yerdan? Ishla. Yo-mayo, obunachilar tasavvur qilasizlarmi? Lavadan chiqdim. Yo-mayo. Dirimli shogirdimanda. Xo'sh, non yeymiz. Ana endi. Wow. Bolalar, men topdim. Ana endi ifritlarni o'ldirish kerak. Tezroq palichkalarni olamiz. Mana senga. Bizlarga оружиелар вообще yordam beradi bu yerda. Bilan vizir skeletdan bemalol ursak bo'ladi. Xo'sh, mana senga. Xo'sh, juda ham. Yo-mayo. Nimaga tushib ketdim bu yerga? Chiq. Ishla. Nimaga ishlamayapti shu paytda? Yo-mayo. Proto normal joyim yo'q bu yerda. Chiq, ishla. Yo-mayo, o'zi o'lib ketaman. Voy. Nima qilsam bo'ladi? Atang. O'ldim shekilli-da. Mana. Ana endi yana boshidan portalga kir, bu yerni top. Xo'sh. Yanami? Yo-mayo. Tushib ketma, chiq. Yo-mayo. Chiqib ket. Yana takrorlanyapti o'sha. Boshqa ishlamayman shu оружиeni. Yo-mayo. Kurganing kurmaganlar iding. Bo'ldi. Ozgina jalim chiqdi. Asabiylashdim. Mayli, unutamiz. Mana senga, yo-mayo, mana senga. Mana o'l hammang, o'l. Xo'sh, biz ifritlarni topishimiz kerak. Yo. Xo'sh, yana birozgina yuralikchi. Ustunda hech nima yo'q. Mana senga, mana. Xo'sh, yana bitta bor ekan. Mana senga, mana. Xo'sh, yana bormi? Xo'sh,
Bo'lar bu yerda vapchi urush ketyapti. Mana shundan o'ldirsam balki bo'lar. Xo'sh, mana yo vapchi uralkan u. Mana senga, mana. Xo'sh, bo'ldi. Ketdik. Tushmabdi. To'xta, inventarda bor ekan. Allaqachon men to'plab bo'pman buni. Xo'sh, endi biza portalni qayta qurib, oddiy menga boramiz. Keyin esa Ender Glass yasab, u bilan biza portalni topamiz. Yo, men qayerdaman? Mana bu yerdan chiqinglar. Xo'sh. Demak, u tomonda ekan. Ana endi zaltoy yablokni yeb. Wow, вообще ko'p yurdim. Xo'sh, endi qaysi tomonda? Qani? Ha, bu yerda. Endi orqada. Yo. Balki shu yerdadir. Mana topdim. Короче, bu yerni qaziymiz endi. Xo'sh, qani endi mana bo'lar men topdim portalni. Xo'sh, bularni qo'yamiz. 1 2 3 va nihoyat portal Ender Dragonning yoniga yetib boramiz. Xo'sh. Yo. Bularni o'tamiz. Portamiz bularni. Xo'sh, mana yana bir ikkita qoldi. Bularni qanday o'tamiz? Nimaga ta'sir qilmayapti ularga? Unda boshqalarni sinab ko'ramiz. Mana bu yerda yo'q, mana bu yerda. Endi chiqib bularni o'tishim kerak. Yo'q. O, mana eng oson yo'l. Mana senga. Uxti, Ender Dragon jonni normalniy olarkan lekin. O, shu bilan urishgan bo'larkan. Xo'sh, bo'la har ehtimolga qarshi hammasiga o'tib chiqaman men. Birortasiga qolmasin. Mana. Yana bitta. Yo, menga o'q o'tdi. Xo'sh. Mana senga. Mana. Yo. Qayerga tashladim ey? Mana senga. Kirkash nima jon bermaydi men. Mayli, mana qaytdim. Endi portal bilan nima qilamiz? Narsalar nima qiladi birda? Yo. Talamanglar meni. Yana bitta urinish. Xo'sh. Balki shu yerda. Mana bo'lar. Mana bu boshqa gap. Bo'lar videosi sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib obuna bo'lamiz. Sizlar bilan Morgan bo'ldi. Ana endi har doimdek video chiqaveradi. Albatta videoga like bosib obuna bo'lishni unutmaymiz. Mayli, sizlar bilan Morgan bo'ldi. Пока do'stlar.